Qandli diabet bilan sozganda xunuk, bujmayib, qurib ozadi. Azizaxon, men ozishdan qo'rqaman. Shunday deya bitta patsientim o'zini qo'rquv vahimalar bilan bo'lishib qoldi. Keyin bilsam, uni oila a'zolarida ko'pida qandli diabet bor ekan va men ozishni xohlamayman. Agar ozsam, ular kabi bo'lishdan qo'rqaman derdi. Qandli diabet bilan sozganda xunuk, bujmayib, qurib ozadi. Albatta bu glyukoneogenezni oshishini hisobiga bo'ladi. Xullas, biz ishladik va lecheniya davomida bemorim ozdi. Chiroyli, sog'lom ozdi. Hattoki patsientimda o'zi ham farqiga borib qoldi. Sog'lom va nosog'lom ozishda farqi bor ekan deb ta'kidlardi. Men har bir patsientimni davolashda ishni o'tni ochish va yurgizishdan boshlayman va natijasini bemorlarimda ko'rib kelyapman. Agar sizga o'tni ahamiyati va uni tiklash usullari qiziq bo'lsa, kommentariyga plus qoldiring va biz sizga 24-avgust kuni bo'lib o'tadigan o'tga bag'ishlangan bepul vebinarimizga ssilkani tashlab beramiz.